Sharqiy Turkistonda xalqni terrorlik bilan ayblab, qattiq nazorat ostida tutayotgan Xitoy ishg'olchilari kishilarning o'zlaridan bexabar bir qadam ilishiga ruxsat qilmaydi. Yaqinda kishilarning doktorxonaga berish uchun kent boshlig'idan ruxsat so'raganligiga doir bir hujjat ommaviy taratqularda oshkorlandi. Hujjat Aqsu shahri Qumbash yezi Ara mahallasidagi KH ismli kishining so'l eziq tishi og'riqi sababli doktorxonaga berish uchun kent mudirdan ruxsat olganligi yozilgan. Kuzatuvchilar bu Xitoy kommunist hokimiyatining rayonda kishilik huquqqa qanchalik darajada xiloflik qilayotganligini ko'rsatdi dedi. Amerika va Xitoy orasidagi birinchi bosqichlik savdo kelishimi doirasida Trampning Xitoyning Amerikadan setib olishini talab qilgan yېزا ئىگىلىك mahsulotlarining miqdoriy jihatda kelishalmaganligi bildirildi. Volkochisi jurnalining bu temaga yaqin manbalardan erishgan ma'lumotlarga asoslanganda, Xitoy o'tgan yili Amerikadan 8 milliard 600 million dollarlik yېزا ئىگىلىك mahsulotlari setib olgan bo'lib, prezident Trump bu miqdorning oshirilib 40 dan 50 milliard dollarga yetkazilishini talab qiladi. Igilinishcha, Trump yana Xitoyning mahsulot setib olganligini jamoatchilikka oshkorlashini va buning bozor shartlari yoki Xitoyning savdo majburiyatlariga bog'liq bo'lishini talab qiladi. Amerika Mudofaa ministri Mike Esper Amerikaning O'rta Sharqqa askar avatadiganligi haqidagi xabarlarning yolg'onligini va Amerikaning hech bir vaqt buni o'ylashmaganligini bildirdi. Amerika Mudofaa ministri Esper O'rta Sharqqa 14 ming askar avatishni hech bir vaqt muzokara qilmadik va o'ylashmadik. Mudofaa ministrligi har vaqt raqiblarimizning kelgusi faoliyatlari haqida inkos qaytarishga tayyor, lekin bu xabar xatodir dedi. Germaniya, Fransiya va Angliya Eronning yadro o'qbeshi o'rlashtirilgan ballistik boshqarilgan bomba tadqiq qilish bilan aybladi. Eron tashqi ishlar ministri Zarif bu ayblashni umidsiz bir yolg'on deb atadi. Germaniya, Fransiya va Angliyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy turishliq vakillari Eronning boshqarilgan bomba sinoqlari haqida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresga maktub yozgan bo'lib, maktubda Eronning faoliyatlarining 2015-yildagi yadro kelishimining asosi bo'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qaroriga uyg'un emasligi ta'kidlangan. Üç davlatning o'rtaq maktubida yana bu yil ichida 3 qatim boshqarilgan bomba sinoqi ilib berilganligi tilg'ilangan. Turkiya bilan Liviya O'rta dengizdagi qidirish faoliyatlari haqida kelishim hosil qilgandan keyin Gretsiya shu omon harakatga o'tdi. Gretsiya tashqi ishlar ministrligi Liviya bosh elchisini qo'g'lab chiqarishni qaror qildi. Turkiya yaqinda Janubiy Siprus doiralari bilan Gretsiyaning Amerika va Yevropa ittifoqini orqa tirik qilib turib, O'rta dengizining sharqida tek taraflik bo'lishma faoliyatlari ilib borganligiga qarshi Liviya bilan kelishim tuzgan edi.